Assalomu alaykum qarindoshlar. Javadan asosiy yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 37-sinf darsimiz. Biz hozirgacha OOP konseptlarini o'rganib bo'ldik. Endi shu OOP konseptlardan konsept desam inglizcha aytibman, hukmlari. OOP hukmlarini o'rganib bo'ldik. Ya'ni ular encapsulation, inheritance, abstraction bilan qanday polymorphism. Endi bu so'zlashdan burun men burungi ba'zi darslarda access modifiers deb bir hukm so'zlagan, ya'ni bu hukm sizlarga noma'lum emas, ya'ni public, private degan alqiliq so'zlarni ko'rgansizlar. Ammo shular access modifier bo'ldi. Bu bugungi 37-sinf darsimizda biz dal Java'ningki qanday access modifiers to'g'risida to'xtalamiz. Unda esa men bir package quray. Sen Uyg'ur deb bir klass qursam, bo'ldi. Men oddiy, ya'ni city day, shahar. Ya'ni bugungi to'xtalgan mazmun nima? Access modifiers. Qancha access modifiers bor degan to'q, modifierlar ko'p. Hamda asosiy ko'p uchraydigan access modifiersdan 4 bor. Ular men oldingi bir xil so'zlagan, shunaqasimi? Yana bir so'zlay. Default. Ikkinchisi qanday? Private. Üçüncüsü protected. Cho'ng harflar yozib qo'yay. Lekin buni men tushundirish uchun ham cho'ng harflar yozyapman. O'zida unday yozmaydi. Üçüncüsü qanday? Protected. Dördüncüsü public. Bular qanday? Modifier. Modifier degan o'zgarguvchi. Endi access modifierga aniqlan bersak, access modifier accessing kirmak. Modifiers degan o'zgartish. Kirishini o'zgartuvchi degan gap. Kirishni o'zgartuvchi, ya'ni bu class, method, variable mushularning qanday boshqalar sirtqi dunyoning kirishini qanday o'zgartadi. Yoki hammaga ijibtidi, yoki hech kim kirgizmaydigan qilib. Unda esa birinchisi default. Defaultda biz hech qanday bir keyword yo'q, alqiliq so'z yo'q. Default. Ya'ni ismini default qo'yib qo'yay. Diqqat qilinglarmi? Package bilan munosabatli. Ma class, ma package day 37. Day 37 deganning ichida shunaqa. Masalan, men publicni ilvasam bo'ldi. Chunki men public defaultda hozir birinchi defaultni so'zlagandan keyin defaultni. Defaultda hech qanday alqiliq so'z yo'q. Classning oldida hech qanday alqiliq so'z yo'q. Bu faqat class. Ondan keyin method qursaqmi, masalan public deb qurdik-ku, u access modifier shu. Defaultda hech nima yozmaymiz. Masalan void deb lan. Sen city deb. Salam dunyoda. Mana. Men metodqimi nima yozmadim? Hech qanday access modifier. Emniyat qarsanglar, men variable'gimi? Bu variable'ni nima qilmay, variable'gimi hech nima yozmaqlik, private qilmaqlik demoqchi. Masalan, name bo'lsa,
Ma default altida. Private qilsak private bo'ladi. Odatda biz variable'ni qana default altida yozamiz go. Ish default degani shu. Default. Default altida. Hamda bu defaultning alayit nima degan chaqda default ne? Diqqat qilinglar. Faqat mush bir packagening ichidagi class, method yoki variable mushularga qanda kira olasiz. Default bilan. Default access modifier ishlatganda ash class, method, variable bilan kira olasiz. Undan boshqanda kirgila olmaydi. Ya'ni mushu agar ma packagedan chiqib kelsak, ma 37 ga 36 35 ga qolgan boshqa. Boshqa bir package qursak, uni ishlatkili bo'lmaydi. Masalan, ma 37 ga package. Masalan, ma 36 ma packagedan ishlatdim. Bir demo qilay. Masalan, demo de. Demo bakine. Hep. Pull deb qo'yay. Zamanım default qilib qo'yay. Men default classni men chaqiray. Default d deb qo'yay. Default. Oh, not this. Qarsam qanda? Qizdirib oldi. Ma default qanda qizdirib oldi. Qanday qilma deganda buni package ni kirgizma. Import day 37. Ma package ne? CT. No. Ma qarsang CT public shundaq qo'y. Men maningga boshqa bir package turib kiramayapman. Faqat CT qilib kiryapman. Masalan, men default men public qilib etsam. Ma default qilib kira olaman. Tushunolma? Ammo men public mi bir access modifier bu? Default bo'lgandan keyin kirgila olmaydi. Faqat CT bilan bak. Mushu default shu. Faqat va faqat mush packagening ichidagi bir packagening ichidagi classlar kira oladi. Uni sirt qilsa qanda kiramaydi degan gap. D CT. Chunki ma CT degan class mana ekan. CT degan class mush bir 37-package lo'g'achqa, o'rtaq packagedan ishlovachqa ma default bilan ishlatalaydi demakchi. Salom dunyo deb. Tushunolma? Birinchi qana default. Ham ikkinchi access modifier nima? Private. Private men bektabsiz yozildim. Private qanday bo'ldi desanglar? Aldığa her qanday mushu ishlatmoqchi bo'lgan private ningga private degan alqi so'zni ishlasak private bo'ldi. Ko'pincha masalan biz buni amaliy project ni ishlatamiz desanglar, buning locators'ni topganda XPath, CSS degan web elementni. Shu web elementni projectda private qilyapti-da. Masalan, pool shunaqa string name
Osman Qazi. Ben bu şunu bir misal algan şunaqa. 23, yeshe 23. Ama mana boshqalar kirgizmayman desam qanday? Private qilib aytaman. Kirishini cheklayman. Shu access modifier dedi. İngilizce bilsanglar texnik bek tushunib ketsizlar, men istillam chiqib turdi. Yani access modifier deydi o. Degani. Onki metodlarni mo private qilsak bo'laverdi. Masalan, private void call deb qo'y. I am calling. Mana private voidimiz kirilmaydi. Qanday o'xsha hech qaysi kirilmaydi demoqchi. Endi buni kirmoqchi bo'lsa qanday qilamiz? Ma o'zgaruvchi bo'lib qolsa endi variabledan qanday qilamiz? Buningga garage bilan service deganda qo'y encapsulationda. Yana bir yig'inchoqlik deyman private'da. Private'da qanday kirishni boshqa dunyoga kirishni butunlay cheklaydi. Ya'ni qanchalik cheklaydi desanglar, ma default qo'ymish packagening ichida kirsa bo'ladi deydi. Packagening ichida har qanday kirsa bo'ladi deydi. Bu packagening sirtiga kirmaydi deydi. Private qanday o'xshash package bo'lsa-mo qanday cho'qim bir classning ichidan mush pool degan classning ichiga ham kira oladi. Uning sirtiga qanday kirmaydi degan. Uning sirtiga kirmaydi. Buni ham men degandek private halqılık sözünden yasaymiz. Bunu men encapsulation'ı backtaps'e to'xtalgan garage bilan servisni qanday qurmaymiz deganda. Mush Eclipse'ning uchida mo bor. Yoki qo'l bilan birdan-birda yozsaq bo'ldi. Masalan, pool shunaqa. Men mana garage bilan servisni qayerda yozaman? Source generate garage and setters agent name mana garage and setters ni yazdi. Shunaqa men qo'ysam masalan ma pool degan default bo'lib qolibdi. Men public qilay buni. Sen pool mana meni package'im kirgizitimiz import qilib p qarsang olganda get age bar ham getter bilan o'qiymiz-ku. Nimiz chiqmaydi? Chunki print qilmadim ha. Buni print qilish uchun mana 23 Osman Qazi degan chiqdi degan gap. Private ne? İkinci qanday private mi shu? Ham uchinchisi protected. Protected degan inglizcha bu gapning ma'nosida qo'g'dimoq degan gap-ku. Protected, qo'g'dalgan yoki. Bu protected ne? O'xshash yana. Package quray. Bilim deb qo'yay. Protected'da shu protected degan alg'iliq so'zni ishlatamiz. Protectedni qanday? Protected degan alg'iliq so'zni ishlatamiz. Masalan, bilim deganni qanday? Bir method yozay. Protected
protected void kuch. Bilim kuch. Shunaqa? Ama protected. Yani şu aldığa protected qo'yib qo'ysak ham bo'ldi demakchi. Masalan, variable bo'lib qolsa protected string name degandekchi. Aldığa şu access modifier'ning so'ziki protectedni qo'yamiz, alqiliq so'z birligi. Ama protected kim kira oladi desanglar, protectedga o'xshash package bilan ma'lum package qanday 37 g'o. Yani 37-ci package-ning barliq class kira oladi va mushu bilimning subclassini kira oladi. Bilimning subclass. Mesela extend subclass deb qo'yay. Extends bilim. Hozir ma'g'am 37 edi g'o bu. Shunaqa 37 da, ma 36-ci package. Ma'ni qanday? Full extends bilim. Ani extend import qilay. Mush pulmi hamda qanday? Bilim kira oladi ma'niga protected qa. Extend qilsak kiramaydi demakchi. Tushuninglarmi? Mushlarni kirish uchun qanday? Protected bo'lish kerak. Nima? Extend bo'lish kerak. Subclass bilan shu same package ham kira oladi degan gap. Endi oxirgisi public. Publicga qanday? Hamma kira oladi. Publicni mush Java'ni o'rganayotgan tartib ishlatyapmiz. Hamda bugungi darsni yig'inchoq qilib etsam, bu 4 access modifier'ning ichida eng kirishni cheklaydigan qaysi? Private. Eng cheklaydigan private. Eng keng ichib o'tadiganisi public. Uningda qolib qolsa-chi, eng keng ichib o'tadigan public. Uningda qolib qolsa protected, uningda qolsa default, uningda qolsa private. Ham default bilan protectedning qanday farqi bor desanglar, defaultda faqat bir packagening ichidagilar ham kira oladi. Protected-chi ham bir package, ham qanday child classning ichidagisi subclass yoki kira oladi degan gap. Mushni user'dan so'rash mumkin. Bugungi darsimiz mushakcha. Tushungan nuqtalar bo'lsa, asl shaklda qoldirsanglar bo'ldi. Rahmat.